To'laydigan ishni to'lalari otarchilar. Oxirgi paytda juda ko'p fikrlarga sabab bo'layotgan tema san'atkor soliq to'laydi degan tema. To'laydigan ishni to'lalari otarchilar. Deydigan negativchilar qarshi fikr bildirmoqchiman. O'sha san'atkorlar qachonlardir orzu havas qilgansizlar, to'ylarga chaqirgansizlar san'atkorlarni. To'ylarni zo'r qilib o'tkazgan, do'st dushmanlar oldida obro'ylar ko'tarib bergan san'atkorlar bo'lgan. Joy kelganda mahalliy san'atkorlarimiz ustoz san'atkorlar bilan tenglashtirib qo'yilgan hozir soliq emas. Sabab nomi chiqqan san'atkorlar $8 $1000 borgani $1,5-2,000 boradi o'yga. Mahalliy san'atkorlar eng qimmati $150 qiymatida boradi butun sostav bilan jamoasi bilan. Xonandaga $150 hammasi qolmaydi. Hurmatli negativchilar. Argantisiga beradi, skripkachisiga beradi, gitarasiga beradi, hofiza qiziga beradi, vidushisiga beradi, apparatiga beradi. O'ziga nima qoladi? Tomonda o'ylab ko'riladi. O'ziga 600 ming so'm, 700 ming so'm bor, yana 1 million so'm qoladi. Endi soliqqa keladigan bo'lsak, soliq necha pul to'laydi? Olayotgan puliga oyligidan qo'shib to'laydimi shunda? Shunaqa bo'ldimi? Yana kommentariyaga yozasizlar-da. To'lasan san'atkor, otarchilar. Ular to'lash kerak. degan negativ bildiryapsizlar. Odamzodlar, sizlar avval o'sha san'atni olib bir ishlab yeb ko'ringlar, bir ijod qilib ko'ringlar sizlar ham. To'g'ri lekin chetdan turib gapirish juda oson. Tomondan o'ylab ko'ringlar.